Shu kichkina bolakay qilgan ishni ko'pchilik qila olmaydi. Diqqat qiling. Yemish ilinjidagi mushuk yo'l chetidagi chiqindi qutisini ag'darib yubordi. Uning ichidagi chiqindilar esa yo'lga to'kilib ketdi. Chiqindi yonidan katta va kichik ko'plab odamlar o'tib ketyapti. Faqatgina birgina maktab o'quvchisi bunga befarq bo'la olmadi. U shunchaki o'tib keta olmadi. Tarmoqlarda paydo bo'lgan videoda bolakayning plastik qutini joyiga qo'yib, yerdagi chiqindilarni terib unga solgani aks etgan video ommalashib ketdi. Ko'pchilik bolakayning bu harakatini kattalar va kichiklar uchun birdek namuna ekanligini aytib izoh qoldirmoqda. Aynan shunday odamlar atrof muhit va jamoat joylariga bo'lgan to'g'ri munosabatni shakllantirishda yo'lboshchi bo'lishi kerakligi ta'kidlanmoqda. Biz ham bu bolakayga barakalla deymiz. Unga shunday tarbiya bergan ota-onasi va ustozlariga alohida tashakkur hamda barchani tabiatni asrab-avaylashga, atrofdagi shunday noxush holatlarga befarq bo'lmaslikka chaqirib qolamiz.